Depozitingizni Mostbet platformasida darhol 125 ga oshirib, qo'shimcha 250 ta bepul aylanishni qo'lga kiritmoqchimisiz? Ushbu videoda men sizga bonusni qanday qilib atigi bir necha daqiqada faollashtirish va o'yinni ustunlik bilan boshlashni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Bonusni kafolatli olish uchun ko'rsatmalarga diqqat bilan amal qiling. Birinchi qadam: ro'yxatdan o'tish. Videoning ostidagi havola orqali Mostbet rasmiy saytiga o'ting. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing va sizga qulay usulni tanlang. Telefon raqami orqali, bir klikda yoki to'liq shaklni to'ldirish orqali. Yashash mamlakatingizni va hisob valyutasini ko'rsating. Promokod SPBIR ni kiritishni unutmang. Faqat shu orqali bonus faollashadi. Keyin kazino yoki sport tikishlari uchun bonus turini tanlang. Qoidalarni qabul qiling va davom etish tugmasini bosing. Endi hisobingizni sizga qulay usulda to'ldiring. Bank kartasi, elektron hamyon yoki kriptovalyuta orqali. Mablag' hisobingizga tushishi bilan bonus avtomatik tarzda qo'shiladi. Masalan, hisobingizni 10 ga to'ldirsangiz, jami 23 gacha bo'lgan mablag'ga ega bo'lasiz. Shunchaki to'lov usulini tanlang, summani kiriting va tasdiqlang. Oradan atigi bir necha daqiqa o'tib, hisobingizda ham asosiy mablag', ham bonus aks etadi. SPBIR promokodi faqat yangi o'yinchilar uchun amal qiladi. Birinchi depozit uchun 125 gacha bonus va 250 ta bepul aylanishni oling. Ilovani o'rnatsangiz, yana 100 ta aylanish sizniki bo'ladi. Bonus sport tikishlari va kazino o'yinlari uchun amal qiladi. Aksiya tugashidan oldin uni faollashtirishga ulguring.